Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Mana bugun biz at o'tgalarimizga, onadonni qo'yganimizga 10 kun bo'lyapti. O'zi 11-kuni bularni tekshirishimiz kerak edi. Lekin ma'lum sabablarga ko'ra kecha tekshira olmadik. Bugun tekshiramiz. Mana boshlaymiz. Mana bu at o'tganimizni ochamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana ko'ringlar, at o'tganimizga biz 2 romkalik arisi ko'p ham nima pishgan urug'li rasplotdan qilganmiz. O'shaning uchun arilari o'sha pishgan urug'lardan arilar ko'p chiqib, bu hozir ichidagi arilar yetarlicha. Mana ochib ko'ramiz. Mana hozir bunga mana 2 romda arisini ko'rib turibsiz. Buni qismini bekitib qo'yaylik hozircha. Mana shu qismda ochaylik. Mana yon taxtani olamiz. Mana yon taxtani olyapmiz. Arilar yetarlicha yon taxtada ham. Bu endi bu yon taxtani olib qo'yamiz. Kerak emas. Endi onani axtarib o'tirmaymiz. Bundan nima qilamizgan, bir kunlik urug' bormi yo'qligini aniqlaymiz. Mana do'stlar, mana keling ko'ring. Yaqinroq olib keling. Mana onasini ko'rsatyapman. Mana ko'ryapsizlarmi onasini? Onalarda ushaydigan joyi bor. Ushaydigan joyi qanot hisoblanadi. Qanotidan ushaymiz. Mana ushladik. Endi biz onalarni urug'langan, yaxshi urug' qo'yyapti. Bunga tamg'a qo'yishimiz kerak. Tamg'a qo'yish uchun o'ziga ma'lum markerlardan foydalaniladi. Mana bu akiling yaxshilab ko'rsating. Mana bu marker eng yaxshi hisoblanadi. Shu bilan tamg'a qo'yamiz. Mana tamg'a qo'yish uchun diqqat. Bu nimaga? Mana bu yerga mana yerga qo'yaylik. Bu yerga gubka qo'yamiz. Gubka qo'yib, mana onani sekin bunday qo'ysak, onamizni qo'ydik. Uni qorin qismida ushlash taqiqlanadi. Markerni olib, oldin tirnog'imizga bunday bosib ko'ramiz. Mana yaxshi. Endi shu yerga bu nimaga o'sha ko'krak qismining tepasiga belgi qo'yamiz. Mana yaqinroq olib keling. Mana belgini qo'ydik. Endi sekin ichiga qo'yib yuboramiz. O'zi tushib ketadi. Ana tushib ketdi. Endi markerni hozircha bekitib qo'yamiz. Endi bu arimizni hozir bizga darrov chiqib qolgani uchun onaga darrov nima tamg'a qo'yib oldik. Endi bunda bir kunlik urug'lar yaxshi ekan. Arisini ko'rsatamiz. Mana arisini ko'rasizlar do'stlar. Mana arisi yetarlicha ko'p. Mana bu qismida ham mana yetarlicha urug' qo'yyapti. Mana
ovqati yaxshi. Endi onani axtarayotmasdan bunday qaraganda bir kunlik tuxumi bo'lsa, buni onani axtarmasangiz ham bo'laveradi. Lekin ba'zi asalarichilar videolar ko'rsatyapti. Romdagi arilar juda oz. Onani o'shanga qo'yib, yon taxtasini orqasiga yana rom ikkita, ba'zida bitta arili romlarni qo'yib beryapti. O'zi onasi az. Nima, arilari az. Yana yon taxtaga nima qilyapti? Bir xil qilish uchun hid sepishyapti. Lekin bu romlardagi arilar bu yoqqa o'tganda, nima qilganda ko'p hollarda u onani o'ltirib qo'yish hollari bo'ladi. Shuning uchun o'zi onalar tuxum urib turgan kundan boshlab 9 kun ichida 10 kun ichida to'liq unga nima boshqa romlar bermaslik kerak. Ovqat bilan ta'minlash kerak. 9 kundan keyin juda ham ichidagi arilar az bo'lsa, ularni eshigini tagiga mana yerga fanera qo'yib, faneraning ustiga mato qo'yib, boshqa arilardan ochiq urug'li romda yurgan arilarni olib kelib silkib bersa, o'shanga ruxsat etiladi. 10 kundan keyin, 9 kundan keyin. Sababi nima desa? Sababi o'sha 10 kunda ona arilar yetiladi. Ular kuchga to'ladi, yaxshi bo'ladi. Shuning uchun shuni qilish shart bo'ladi. Ko'p arichilar ko'rsatyapti, orqasiga darrov qo'yib qo'yapti, arini kuchaytiramiz deyapti. O'zi ular qilgan bola arisi, atvotkasi ozgina ari bilan qilyapti. Ona ari bunda urug'lanish paytida yetarlicha oziqa bo'lish kerak, yetarlicha temperatura bo'lish kerak, 34,5-35. Shunda ona ari yaxshi nima bu rivojlanadi. Uni jinsiy organlari yaxshi rivojlanadi. Uni ozgina ari bilan yaxshi qabul qiladi deb qolsa-chi, bu ona arilarda kamchiliklar hosil bo'ladi. O'shaning uchun yaxshilab nima qilish kerak. Yana asalarichilar o'sha ozgina nima qilib, endi buni kuchaytirish uchun ariga qo'shimcha nima beraman, u bu dedi. Yo'q. Arilarda bola ari ajratyaptilar. Ya'ni atvotka ajratuvda to'liq ikkita romda 80-75% berq urug'lari bo'lish kerak. Shunda qilinganda har bir romdan chiqqan arilar ikkita romdag'a teng bo'ladi. Ular ona ari urug' qo'ygandan keyin urug'dan 21 kun davomida arilar yetilib chiqqangacha o'sha arilar ularni boqadi, ona ariga onalik sutini beradi, ya'ni matishni, molokoni beradi, boqadi, hammasiga kerak bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar, asalarichilar atvotka, ya'ni bola ari ajratyap turganda shunga juda ham e'tibor berishlar kerak. Endi biz hozir tamg'asini qo'ydik. Endi yana arini, ona arini topamizdan uni qanotini bir tomonidan qirqib qo'yamiz. Qirqqanda qanotini 3dan 1ga qirqiladi. Nima uchun qirqiladi deganda, o'sha keyingi yilda ari ro'y holatiga kelib, ro'y bo'lib uchib chiqqanda ham u ro'y bo'lib uchib keta olmaydi. O'sha atrofga ucholmasdan yiqiladi. Yashil atrofida ro'y bo'lib
qochib ketolmaydi. Shuni oladi. Undan tashqari tamg'alar ham ma'lum vaqtlarda kraskali tamg'alar o'chib ketishi mumkin. Shularda o'sha qanotini qirqilganligini ko'rib turib, haqiqatda shu o'zim chiqargan ona ekan, bulturgan ona ekan, yo undan oldingi yo ona ekan deb ishonch hosil qiladi. O'zi qanotini qirqishda juft yillarda, masalan 2024-yilda 10 qanotni qirqqan bo'lsangiz, 2025-yilda chap qanotini qirqqan ma'qul. Shundan yillarni ham ajratib oladi. Hozir biz endi onalarda o'sha qanotini qirqishni mashq qilish uchun erkaklarni uni ushlab, erkaklarni ushlagandan keyin uni qanotini qirqib o'rganish kerak. Mana hozir onalarini qanotini qirqishni sizlarga ko'rsataman, imkoniyati boricha. Hozir ko'ramiz, onalarimiz qayerda yuribdi ekan. Ha, mana. Mana yana bir marta ushlaymiz. Uni qanotidan ushlaymiz. Albatta, ana qanotidan ushladik. Buna bir romni qo'yib turamiz. Bunday qilib. Endi bu arimizni qarang, yaqinlab keling, ustidan ko'rsating. Mana bu qismidan bunday qilib tagidan ushlayman. Mana tagidan ushladim. Mana ko'rib turibsiz. Mana endi qiyichimizni olib qanotini ko'zlarimni olmayapman, o'shaning uchun qiynalyapman. Mana qanotini uchdan bir tomonni uchdan birini qirqaman. Ko'ring. Mana qirqdim. Mana ko'rdingiz. Endi yana ushlab ichiga qo'yib yuboramiz. Videochimiz yaxshi olgan bo'lsa bo'ldi. Mana endi arimizga endi arilari juda yetarlicha yosh arilar ona sutini, maksimalokani yetarlicha yetkazib beryapti. Ovqati bor, lekin ovqati bo'lsa ham biz bu ariga nima qilamiz? Yoniga bitta sush, ya'ni ya sushingiz bo'lmasa mumparda qo'yiladi. Mana mumpardan mana qo'yamiz. Mana mumparda joy uchun bu. Mana ko'rsating yaqin bu tomondan mumpardani tushirdik. Mana tushirdik. Endi ustidagi ishlab olgan mumlarni tutundab keling. Şimdi uramiz. Shunimizdan uch qog'oz ketdi. Yotqizib qo'yaverib. Yaxshi ketmayapti arilar ham. Haqoda ketdi. Arilar ustida mumlarni olamiz. Mana
mumlarni tozaladik. Juda mumni tozaladik. Ya'ni biz bu yerga o'qircha chiqmaydi. Shuning uchun tozalab turib, shu yerga biz oqsilli qandni qo'yamiz. Har bir oila uchun mana oqsilli qandini qo'yganmiz, suyuqroq. Buni har joydan miq bilan urib qo'yamiz. Mana do'stlar, bunday qilib urib qo'ysak, mana oqsilli qandini qo'ydik. Yonlaridan ham urib qo'yamiz iloji bo'lsa. Juda oqib ketadigan darajada emas. Bosdik buni. Endi bu qismda bizga bu gubka kerak emas. Narsaga qo'yamiz. Şimdi eğrimizi sekin yon tarafına eğrini sekin tushirib olamiz. Mana do'stlar, eğrilar sekin uyiga kirib ketyapti. Eğrilar yosh eğri bo'lgani uchun eğriga qanchalik mehr bersangiz shunchalik ular chaqmaydi sizni. Mana joyiga kirib ketdi. Endi sekin plyonkasini berkitamiz. Mana eğrilar kelyapti. Plyonkasini berkitib, endi qopqog'ini ustidan berkitib qo'yamiz. Yaxshilab nima qilishimiz kerak? Har bir eğri, bitta eğri bo'lsa ham u bosib o'lib qolmaslik kerak. Chiqarib yuboramiz. Chiqing, Malikaxon, chiqing. Ha, ana chiqdi. Endi uni ustini bekitib qo'yamiz. Mana do'stlar. Ustini bekitib qo'ydik. Mana endi bu eğri bizga o'sha yana bir haftagacha bu shunday turaveradi. Urug'da aktiv qo'yadi. Aktiv nima bo'ladi? Bir haftadan keyin, ya'ni urug' qo'yishni boshlanganiga o'sha 10 kun bo'ladi. 10 kundan keyin ya bo'lmasa urug' qo'yib turgandan keyin ona eğrilar o'ziga 9-10 kunda voyaga yetadi. Fransiyalik do'stlarimiz ko'proq akalarchilar urug' qo'ygandan keyin 14 kun, 15 kundan keyin oladi onalarni. Biz ham o'shanga qarab, o'sha aksariyat men onani agarda kerak bo'lsa, o'sha 12 kun, 13 kunda onani olib, masalan, sotishga berishim mumkin. Qolgan eğrilarni boshqa yonda qo'shib yuborish mumkin. Yoki bo'lmasa o'zini alohida idishga olib, uni rivojlantirib, yaxshi kuchli oila holatiga keltiraman. Boshqa idishga olganda eğrilar urug' qo'yib turganiga, ya'ni 12 kun, 13 kun bo'ladi. Yana o'sha 8 kundan keyin o'zlaridan yosh bola eğrilar chiqishni boshlaydi. O'shangacha pishgan urug'li romni olib kelib, eğrisiz o'sha yangi idishga solganimda uni yoniga qo'shib beraman. Eğrisi ko'p bo'lgandan keyin undan ham chiqib rivojlanib, birpasda tez kunlarda u oylar yetuk holatga keladi. Ya asal sezoniga mana bugun 1-may bo'lsa 60 kun qolyapti.
arilar asal sezonigacha rivojlanib, yetarlicha miqdorda kuchga ega bo'ladi. Shuning uchun отводка qilganda do'stlar o'sha отводкаga, ya'ni bola ariga juda e'tibor berish kerak. Uni ozgina ari bilan qo'yib, ya bo'lmasam nukleus tog'i ba'zi do'stlarimiz nima qilyapti? Nukleus tog'i urchib kelgan arini bir romda to'liq o'tirgan ham yo'q arilar. Urug'i bor joyga qabul qildirib, keyin unga kuchaytiraman, u bu deyapti. Axir ona ari ovqat beradigan, onalik suti, matishni molokoni beradigan yosh arilar kerak u. Yosh ari ko'p bo'lishi kerak. Ovqat ko'p bo'lishi kerak. Asalarini uyasini ichi issiq bo'lishi kerak. Keyin o'shanda yetarlicha natijalarga erishasizlar. Bu videoni olishdan maqsad shu edi, ko'rsatyapmiz. Ba'zi do'stlarimizga yana aytaman, meni usulim shuda, men shuna qilamanda degan fikrlardan voz kechib, adabiyotlarni, nazariyalarni ko'proq o'qib, keyin o'shalar asosida o'zini metodlarini ishlab chiqsa yaxshi bo'lardi va o'shanga qarab ari boqish kerak. Endi har bir asalarchi ham YouTube'dan ko'rganda iloji boricha ilmiy tekshirish institutlarini, undan keyin universitetlarni, asalarchilik nimalarini, o'shalarni ko'rgan maqsadga muvofiq deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.